Rasululloh Oysha onamiz roziyallohu anhoning uyida edi. Ya'ni Oysha onamiz bilan bo'ladigan kuni. Rasululloh uyiga mehmonlar kelgan. Boshqa bir ayoli idishiga ovqat solib chiqarib yubordi. Rasululloh ovqatni oldida qayoqdan ekanligini so'raganida falonchi ayolingizdan deyishdi. Shunda Oysha onamizni rashqi kelib, g'azabi kelib, Rasulullohning qo'lidagi idishni bir urib tushirib yubordi ovqati bilan. Mehmonlar o'tiribdi. Idish yerga tushdi, ikkiga bo'lindi, ovqat sochilib ketdi. O'zingizni qo'yib ko'ring-da o'shaga. Uyingizda jo'ralaringizmi, mehmonlaringiz kelib turganda, ayolingiz qo'lingizdagi narsani bir urib tushirib yubordi. Har bitta odam o'zini fe'lini biladi. Shuning uchun nima qilishligini ham nima qiladi? Taxminan sezadi. Yana hech kim yo'q bo'lsa ham mayli edi-da. Qarindoshlarining oldidadir, ehtimol ulpatlarining oldidadir. Aytyapmiz-ku, "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" deyapti Alloh taolo. Biz olamlarga sizni faqat rahmat qilib yuborganmiz dedi Alloh. Rasululloh nima muomala qildi? Ayolini bu zaifligiga rahmi keldi. Holatini tushundi. Rashqini kechirdi. G'azabi kelmadi, achchiq qilmadi, fe'liga yarasha javob qilmadi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sinib ketgan ikkita idishni oldida bir-biriga opishtirib turib, ovqatni terar ekan, g'orat ummukum kulu dedi. Onanglar rashq kelib ketdi-da, onanglar rashq qildi-da, ovqat terib yegizdi mehmonlarga. So'ngra Oysha onamiz o'zini uyidan idish olib, o'rniga berdi, sinig'i singan joyda qoldi. Biz kayfiyatimiz zo'r bo'lganda, savdo yaxshi bo'lgan kuni, ishlarimiz besh bo'lgan kuni, shu kayfiyatlar zo'r bo'lganda shirin muomala nihoyatda zo'r bo'ladi. Ozgina asabimiz bo'lsa, zahrimizni kimga chachamiz? Ayol nimaga desangiz ko'taradi-da. Ko'taradi-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ibrat bo'lsin. Mana hech bo'lmasa-chi birodarlar, bugun yotgunga qadar shirin muomala qilamiz inshaalloh. Bir kunga ta'sir qilsa ham katta gap, chunki bir kun bo'lsa ham ayollar lutf ko'rsin bizdan, chiroyli muomala ko'rsin. O'sha masjidga yo'qib boring dadasi deydi. O'sha juma kuni kelganingizda. Lekin ne qilaylikki insonimiz esimizdan chiqib qoladi. Inson degan unutuvchi. Mana shu narsani tez-tez bir-birimizga eslatib turishimiz kerak bo'ladi.